Assalomu alaykum. Hozir biz sizlar bilan metr kvadrat yuz o'lchov birligidan sotix va gektar o'lchov birliklariga o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz nimalarni bilishimiz kerak? Keling, buni o'rganib chiqamiz. Odatda yerning sirtqi o'lchamlari yuza deyiladi va yuzani metr kvadrat orqali o'lchab topiladi. Keling, oddiy misolda ko'rsatib o'taman. Misol uchun, to'g'ri to'rtburchak shaklidagi yer maydonini olaylik. Buni uzunligini 40 metr, xo'p, kengligini esa 35 metr deb olamiz. Bu shaklimizga e'tibor qarating. To'g'ri to'rtburchak. Har qanday to'g'ri to'rtburchakning yuzini aniqlash uchun, ya'ni sirtqi qismini o'lchash uchun hammamizga ma'lum bo'lgan formula bor. Uzunlikni kenglikka ko'paytirish kerak. Bu formula har qanday to'g'ri to'rtburchak shaklidagi o'lchamlarning yuzasini aniqlashda ishlatiladi. Biz ham aynan shu formuladan foydalanib, ushbu o'lchamdagi yer maydonimizni yuzasini topib olamiz. Ya'niki 40 ni 35 ga ko'paytiramiz. 40 ni 35 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 1400 metr kvadrat degan yuzaga erishamiz. Endi hurmatli kuzatuvchilar, biz hozir metr kvadrat o'lchov birligini chiqardik. Endi bu o'lchamimiz necha sotixligi yoki necha gektarligini bilishimiz uchun biz metr kvadrat, sotix va gektar orasidagi munosabat, ya'ni proporsiyani bilishimiz kerak. Biz bilishimiz kerak bo'lgan yagona tushuncha: 1 sotix necha metr kvadrat? Hammamizga ma'lum, 1 sotix 100 metr kvadrat degani. 1 gektar esa 100 sotix degan tushunchani beradi. Ya'niki o'zaro proporsiya mavjud. Endi bundan nima xulosa qilishimiz mumkin? Sodda qilib tushuntiradigan bo'lsam, siz o'lchaganingizda necha metr kvadrat chiqdi? Xuddi o'sha chiqqan metr kvadratni shunchaki 100 soniga bo'lsangiz, metr kvadrat o'lchov birligi endilikda sotix o'lchov birligiga o'tib qolar ekan. Demak, 1400 metr kvadratni 100 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, 14, ya'niki sotixga aylanadi. Ko'rib turganingizdek, metr kvadratdan sotixga o'tish uchun shunchaki 100 ga bo'lishimiz kifoya. Endi qanchadir metr kvadratdan gektarga o'tish uchun nima qilamiz desa, har qanday o'lchagan metr kvadratingizni 10 ming soniga bo'lib yuborasiz va natijada sizda gektar kelib chiqadi. Bu juda ham oddiy.